O'ta arzon narxlarda Jersey parodali g'unajinlar. Paroda Jersey живой вес 370-380. Narxi qiziq bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar. Bu video butun chorva ishqibozlarga borishi uchun tarqatib qo'yish, like bosib esdan chiqmasin. Davay videoni ko'ramiz. Jersey bilasizlarmi? Мясной paroda, мясной. Go'shtga juda ham ko'p talablarga binoan Jersey paroda. Bular bo'g'oz emas, bular hali g'unajin. 370-380 kg живой vesga ega cholki, ya'ni g'unajinlar. Bu paroda bilasizlar go'shtga. Buni agar simental bilan yo Greenford bilan chachtirsanglar, ya'ni qo'shsanglar juda ham zo'r, juda ham bomba darajadagi g'unajinlar yo buqachalar kelib chiqadi. Jersey bilasizlar juda ham suti ham yaxshi, go'shtga ham yaxshi bo'ladigan parodalardan biri. Talab bo'lsa O'zbekistonda yozib qo'yasizlar. O'zbekistonda Jerseyni suyishadimi, suyishmaydimi? Kommentariyada har bitta odamdan izoh kutib qolaman. Xudo xolasa keyingi videomiz anguslar haqida bo'ladi. Anguslarni ko'rish uchun bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqangi chiroyli parodalar chiqarishda davom etamiz. O'zbekistonga minimalniy zakaz 30 ta, qolgan 30 tasiga klient topgan holda, bo'lmasa 60 ta, bo'g'ozlardan bo'lsa 33 ta bo'g'oz sigirlar, katta sigirlar bo'lsa. Bularni narxi 300 rubl. 300 rubldan kilogramga o'lchanadi. Общий O'zbekistonga borish narxini ekranda ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Qimmat bo'lsa qimmat deb yozib qo'yinglar, arzon bo'lsa arzon deb yozib qo'yinglar. Вообще так, Jersey parodaga qiziqadiganlar bormi? Borsa bu videoni tashlab qo'yish eslaringizdan chiqmasin.